Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni faqatgina bizning kanaldan topishingiz mumkin. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 5-6-7 yanvar kunlari qanday ob-havo bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-6 mart kunlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-martda ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-martda ba'zi joylarda 17-22 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda esa 23-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 5-mart kuni kechasi 0.5 gradus sovuq, kunduzi 17-12 gradus iliq bo'ladi. 6-mart kuni kechasi 0.5 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. 7-mart kuni kechasi 3-8 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni asrang. Bizning kanaldan uzoqlashmang.